Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum vatandoshlar. Ekrandan uzoqlashmang, men sizlarga manfaatli videorolik tayyorlashda davom etaman. Hozir biz mana sizlar bilan birgalikda 2025-yilda kuz faslini oxirgi oyini ham boshlab oldik. Ya'ni 1-noyabr sanasiga sog' salomatlikda ko'rishib turibmiz. Bundan xursandmiz. Azizlar, lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, men turgan joyim Termiz shahar Indirim Market ro'parasi, Yashil dunyo savdo majmuasi yonida. Indirim Market ro'parasida 7 qavatli g'ishlik uylar, ya'ni qad ko'targan 7 qavat uylarni 7-qavatda bo'lib turibdi. O'sha joyda umumiy maydoni 63 metr kvadratdan tashkil etgan uyimiz sotuvda, subsidial emas, imtiyozli dom emas, kommersiy kvartira. Ko'pchilik mana shunaqangi domni xohlashadi. Aka, menga subsidiali kerak emas. Aka, menga subsidiali kerak emas. Aka, menga imtiyozli kerak emas. Menga kommersiy bo'lsin. Lukta yopib tashlayman. O'zi asli subsidiani yopib tashlasa bo'ladi. Lekin ko'pchilik kommersiy xohlashadi negadir. Mayli, sizlarga mana kommersiy kvartira bo'lsa kommersiy. Chunki 62-63 kvadratdan tashkil etyapti. Biz turgan joy oshxonamiz edi. Gaz, suv, svit aslo muammo yo'q vatandoshlar. Mana suv 7-qavat, 7 qavatli domlar bo'lishi, ya'ni 7-qavatga bo'lishi qaramay bosim ham yuqori, juda yaxshi. Gazdan muammo yo'q. Bu yerda esa mana xonalar katyol bilan qiziydi. Katyol 24 soat ishlab turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Azizlar, hozir mana kvartirani shu holatda topshiramiz. Gilamlar qoladi bonus sifatida, ammo mana bu kuxon mebel, boshqa bitovoy texnika va перехоженный mebellar chiqib ketiladi, yumshoq mebellar. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelasiz, pulini uyning narxidan tashqari kelishamiz. Mana shuni ham boshdan aytib o'taman. Hozir birma-bir tanishtirib o'tamiz. Biz turgan joy oshxonamiz edi, endi ketdik. G'ishlik uylardan bo'lyapti. Eng asosiysi sanuzel alohida. Bu esa hojatxona. Oxirgacha kafillangan. Xo'p, mana перехожный mebel mana bu koridorda turibdi. Mana shuni ham kelishamiz. Endi bu ham pulga yasatilgan. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar, azizlar. Xo'p, yaxshi formatda ko'rsating. Mana 7 qavatli uylarning 7-qavatida 2 xonali kvartiramiz. To'g'riga tashqishdan boradigan bo'lsak, sanuzel alohida dush hisoblanadi. Va azizlar, bankda buni asosiy qarzi 2025-noyabr sanasiga, ya'ni noyabr oyiga nisbatan 318 million so'mda tashkil etmoqda. 2022-yildan buyon to'lanib kelinadi. 2022-yildan buyon davom etadi 2042 ga qadar. Agar sizlar uni mana hozir oyiga 4.800 ming to'lab 2042 da aytishlaring mumkin, falon pul bo'lib ketadi. Mana aytaman, 2042 ga 824 million bo'lar ekan. Cho'zib yursangiz. Agar cho'zmay, mana bir oydan keyin 50 million, yana bir yildan keyin 50 million, 2 yil yopib terasangiz, unchaga cho'zilmaydi azizlar. Buni xohlasangiz pulingiz bo'ladigan bo'lsa, ertaga yopib tashlang, uni qizig'i yo'q. Eganing qo'liga beradigan pullaring 160 million so'm deb baholandi. Mana tashqishdan o'ng qo'lga qayrilganda esa bu spalni xonamiz. Xonalar keng, yorug', shinam. Mana ikkita xonada ham ikkita konditsioner bor. Mana bu mebellar ham bor. Bular ham pulini kelishadi. Agar konditsioner kerak bo'lsa, konditsioner pulini kelishamiz. Prosta aytmoqchiman, qo'porib, olib ketib, uni joyini buna qilib, yana xarajat qilib kerak emas unaqa. Xo'p, 160 million to'lagandan so'ng oyiga esa 4.800 ming so'mdan bankka to'laysizlar azizlar. Hozir esa mana bu xona, mehmonxona bilan tanishtirib o'tamiz. Qal eshiklar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin mehmonxonamizga. Aboylar, yorqin aboylar tanlangan gullik aboylar. Eng asosiysi mehmonxonamizda mana ko'ryapsiz qanchalik yorug' va shinamligini, chunki ikkita derazalar qo'yilgan mana. Ikkita derazalar qo'yilgan. Azizlar, 160 million so'm eganing qo'liga bergandan keyin 318 million so'm bankda qarzi qoladi. 4 million 800 mingdan davom etadi. Shuni to'g'ri tushuninglar. Xohlasangiz ertaga olib keling, pulinglar bo'lsa, mabodo. Alqisa shunaqa gap. Hamma tomonda aytdim. Maktab so'ramaganlar, maktab so'raganlar bo'ladi. 26-maktabga borishadi. Yashil dunyoning u tomonida 26-maktab. Yashil dunyo 1 minutlik yo'l. Indinim yo'lning narigi tomonida. Bu yoq Mangizor postga qarab chiqadigan bo'lsak, peshkom boradigan bo'lsangiz 5-6 minutlik yo'l. Agar mashinada, endi hammada mashina bo'lib qolib, 1 minutda yetib borasizlar. Eganing qo'li 160 million, bankda 318 million, oyiga 4 million 800 mingdan chiqadigan uyimizni obzori qisqacha mana shundan iborat edi. Pastdagi nomerlar 99 kodi bilan 676 0517 ga bog'lanasizlar. Kuninglar xayrli va barakotli o'tsin. Mana shunaqangi uy izlab yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar.
Tamam.